Futbol haqidagi bu sirni hech kim sizga aytmagan. Farzandingiz oyiga 30 million so'mdan 100 million so'mgacha pul topadi. Agar O'zbekistonda professional futbolchi bo'lsa. Videoga like bosing, siz uchun muhim ma'lumot beramiz. Farg'onada yosh bolalarni qayerga futbolga bersa bo'ladi? Oylik to'lovlari qancha? Masalan, taniqli murabbiy Timur Kapadze ochgan Kopa Junior futbol maktabi 5 yoshdan 14 yoshgacha qabul qiladi. Oylik to'lov 400 ming so'm. Mansur Saidov, Aziz Alijonov, Iqbol Akram singari taniqli futbolchilar bugun murabbiylik kursida. Timur Kapadzening terma jamoadagi sobiq jamoadoshi Odil Ahmedovning ham Farg'onada xususiy futbol maktabi bor. Odil juniorda shug'ullanish uchun farzandingiz 4 yoshdan 14 yoshgacha bo'lishi kerak. Nefchi Kids ham yaqinda ish boshlagan bo'lib, bugun mashg'ulotlar qizg'in. Sizga ko'p tanlovlarni taklif qildik. Qaysi birini yaxshi deb o'ylaysiz? Xususiy futbol maktablar haqidagi fikrlaringizni kommentariyalarda yozib keting. Bu videoni yosh farzandi bor va futbolga qiziqadigan tanishlarga yuborib qo'ying va bizga obuna bo'lishni unutmang.